قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 14-darsni o'qiymiz. Endi biz bugungi darsimizda yangi bir mazmun o'qiymiz. Ya'ni fe'lga munosabatlik yangi bir mazmun o'qiymiz. Biz fe'l modini o'rgandik, ya'ni o'tgan zaman fe'lini o'rgandik. Fe'l mudori'ni o'rgandik, ya'ni hozirgi zaman fe'lini o'rgandik. Endi biz bugun fe'l amr, ya'ni buyruq fe'lini o'rganamiz. Buyruq fe'l degan qaysi zamanni bildiradi? Albatta buyruq fe'l degan kelgusi zamanni. Masalan, yoz, o'qi, oltu, qop, och deganga o'xshash buyruq fe'lni o'rganamiz. Xo'sh, unda bo'lsa buyruq fe'lni qanday yasaymiz? Bu qanday kelib chiqadi? Bu nihoyat oddiy. Buyruq fe'lni yasash nihoyat oddiy. Biz oldi bilan sizlarga eskartishlik bir narsa bor. Biz shuni o'rganishimiz kerak. Eng avval qaysi deganda, men hozir qadar sizlarga fe'lni turlashda ya jalasani yoki zahabani turlab o'rgatdim. Nima uchun deganda, bu sizlarga eng ko'p uchraydigan, eng yaqin bir fe'l bo'lg'achqa. Sizlarningki tushunishinglar oson bo'lsin uchun. Amaliyotda arab tilininki fe'llarni turlash qoidasida asli o'lcham qilingan fe'l bor. Ya'ni o'lchami bor qolgan hamma fe'llarni biz shu fe'llarga sab turlaymiz. O qaysi deganda fa'ala. Asli o'lcham fa'ala, ya'ni qildi degan mushu fa'ala degan fe'l asli o'lcham. Qolgan hamma fe'llarni biz mushu fe'lga solamiz. Masalan, fa'ala, kataba, zahaba hammasi fe'l madi buningga tushadi. Endi fe'l mudori'ning o'lchami yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'alu xuddi yadhhabu tushadi. Yadhhabu tushadi. Xo'sh, asli o'lcham fa'ala. Endi biz fa'alani qanday qilib fe'l mudori'ga o'zgartirdik? Mudori' harfi, ya'ni kelgusi zaman, hozirgi zamanni bildiradigan mudori' harfi bo'lgan yani akilib yaf'aluda qanday qildik? Hozirgi zaman, ya'ni fe'l mudori'ga o'zgartirdik. Endi kataba yaktubu, zahaba yadhhabu. Endi bu fe'llar va buningga o'xshash boshqa fe'llardan buyruq fe'lni qanday yasaymiz deganda, bu nihoyat oddiy. Ya'ni tuvandagi 3 bosqich bilan fe'l amr, ya'ni buyruq fe'l yasaladi. Masalan, biz oldi bilan fe'l mudori'dan buyruq fe'l chiqaramiz. Fe'l mudori'dan qanaqa qilamiz? Buyruq fe'l chiqaramiz. Xo'sh, unda bo'lsa kataba degan fe'ldan buyruq, ya'ni amr fe'lni chiqarmoqchi bo'lsak, buning oldi bilan fe'l mudori'ni kiramiz. Nima bo'ladi? Yaktubu. Yaktubuna keldik. Birinchi qadam fe'l mudori'. Ikkinchi qadam mushu fe'l mudori'ning oxirgi harfini sakin o'zgartimiz, ya'ni sukun o'zgartimiz. Masalan, yaktubuni sukun o'zgartishni bo'ldi, yaktub bo'ldi. Ikkinchi qadam. Endi uchinchi qadamda mudori'at harfini elib tashlab o'tamiz. Yaktubudagi mudori'at harfi bo'lgan yani elib tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? O'qig'ili bo'lmaydigan bir so'zga aylandi. Nima uchun? Chunki sukun bilan gap boshlag'ili bo'lmaydi. Bu arab tilida sukun bilan gap boshlanmaydi. Shuning uchun bu gap boshlang'ili bo'lmaganligi uchun buni nima qilib birimiz? Alif ekib birimiz. Qanday qilamiz? Alif. Xo'sh, endi bu alif ekilishda zavar o'qilgan alif ekilamdiq, pash o'qilgan alif ekilamdiq yoki zir o'qilgan alif ekilamdiq deganda, buning qoidasi shuki, aynning barobaridagi harf. Xo'sh, aynning barobaridagi harf degan qaysi desanglar qaranglar. Fa'ala, kataba. Fa'ning barobaridagi harf kaf. Aynning barobaridagi harf ta. Lamning barobaridagi harf cho ba. Ya'ni aynning barobaridagi harf deymiz biz. Aynning udulistiki harf. Şu aynning udulistiki harf qaysi? Ta. Aynning udulistiki mushu harf da harf fe'l mudori'da. Ya'ni mushu fe'l mudori'da aynan barobarligi nima? Mushu ta fe'l mudori'da pesh bo'lib qolsa, peshlik alif ekilamiz. Agar aynning barobarligi harf mushu ta zavar yoki zir bo'lib qolsa, zirlik alif ekilamiz. Bu bir qoida. Masalan, yaktubu ayning barobaridagi harf qaysi? Ta. Nima o'qilibdi? Pash o'qilibdi. Unda bo'lsa biz bu yerga qanday alif ekilamiz? Peshlik alif ekilamiz. Nima bo'ladi?
uktub bo'ldi. Alifni kelgandan keyin uktub bo'ldi. Yoz degan gap, ha? Yoz. Xo'sh, bu mana nayt oddiy. Ya'ni fi'li mudari'dan amri chiqaramiz. Birinchi qadam fi'li mudari'ning oxirini sakin qilamiz. Ondan keyin mudari' harfini ilib tashlab o'tamiz. Ondan keyin sukun bilan gap boshlag'ili bo'lmaganligi uchun buningga alif aklamiz. Zavar alifmi, pash alifmi, zirmi deganda aynning barobaridagi harfi pash bo'lsa, pashlik alif, zavar yoki zir bo'lib qolsa, zirlik alif aklamiz. Zirlik alif. Ammo zavarlik alifcho kelmaydi. Ya pashlik, ya zirlik. Uktub bo'ldi. Endi biz mushu qoidaga asosan zahaba degan fe'ldan amr chiqarib boqaylik. Fe'l amrini qaysi fe'ldan chiqaramiz? Madidimi, mudari'danmi? Mudari'dan chiqaramiz. Xo'sh, bu keldi. Endi fe'l mudari'ninki birinchi qadamda qanday qilamiz? Birinchi qadamda oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Oxirini sukun qilamiz. Nima bo'ldi? Yazhab bo'ldi. Ikkinchi qadamda mudari'at harfini elib tashlab o'tamiz. Yazhab, zal harfi sukun. Bunun bilan gap boshqalar bo'lmadi. Buni nima akapiramiz? Alif akapiramiz. Pash o'qilgan alif aklamdiq, zir o'qilganmi? Xo'sh, unda bo'lsa baytdan qoida. Aynning barobaridagi harfi. Yazhabu desak, yaf'alu. Aynning barobaridagi harfi qaysi? Ha. Ha zir o'qilgan bo'lsa yoki zir o'qilgan bo'lsa, nima qilamiz? Zirlik alif. Unda bo'lsa, zirlik alif akaldiq, nima bo'ldi? Izhab bo'ldi. Mana shunga o'xshash har qanday endi fe'llardan mushu qoidaga asosan chiqarsanglar bo'ladi. Endi alif bilan boshlangan fe'llar bor. Xuddi akala deganga o'xshash. Va vo bilan boshlangan nimalar bor? Fe'llar bor. Aslida buni bunda arab tilida 3 dona harf bor. Biz kesalar bilamiz. Birisi alif, yana birisi vo, yana birisi ya. Endi mush alif yoki vo bilan boshlangan fe'llardan qanday amr chiqaramiz deganda bu texmi oson. Baytdan qoidaning o'zi shu, lekin buningda yo'l qisqaraydi. Masalan, fe'l amrini qoida shu, fe'l mudari'dan chiqaramiz. Nimadan? Ya'kuludun. Birinchi qadam qaysi? Mudari'at harfini oxirini qanday qilish? Sakin qilish. Ya'kuluni ya'kul bo'ldi. Ikkinchi qadam mudari'at harfini qanday qilamiz? Ib tashlaymiz. Xo'sh, ya'kuludagi yana ib tashlasak, alif sukun. Sukun bilan gap boshlig'i bo'lmadi. Endi buni qanday qilamiz deganda, buningda ya'ni alif bilan boshlangan fe'llarda mudari'at harfini ilib tashlayotgan vaqtimizda alifni birga qo'shib tashlab o'tamiz. Ya'ni ya'ni birga tashlab o'tamiz, nima bo'ldi? Kul bo'ldi. Yani kul degan akala yedi, ya'kulu yeydu yoki yewatudu. Kul bo'lsa yang degan gap. Kul desak yang degan gap. Buni ayta oson. Waqafa yaqifu shuna o'xshab ketadi. Fe'l amrini qaysidan chiqaramiz? Fe'l mudari'dan chiqaramiz. Yaqifu. Birinchi qadam oxirini sukun qilamiz. Yaqif bo'ldi. Ikkinchi qadam mudari'at harfini olib tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Qif bo'ldi. Endi qif sukun emas bu yerda, zirlik. Bunda bo'lgan ekan, buningda gap boshlig'i bo'ladi. Buningda ya alifni akilishga ehtiyojli bo'lmaydi. Unda bo'lsa o'z pit qilib qo'yamiz. Mudari'at harfini olib tashlab o'tib, nima bo'ladi? Qif bo'ldi. To'xta degan gap. Waqafa to'xtadi, yaqifu to'xtaydi. Mana shunga o'xshash. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, endi fe'l amrmi? Fe'l amr. Biz buyruqni kimga qilamiz? Oldimizdagi anglab turgan, ko'rib turgan shunday-ku. Unda bo'lsa, ba'zidagini kim qilamiz? Ko'rmagan. O tamoq yesin, o su ichsin, o topshiriqni ishlasin, o doğrusini yesin deb yo'q adam qilamiz. Demak, amr unda bo'lsa ikkiga bo'linadi. Fe'l hodir, fe'l amr hodir. Amr hodir deganimiz hozir adamga qilgan amr. Amr g'oib. Amr g'oib deganimiz g'oib adamga qilgan, ya'ni yo'q odam qilgan amr. Bugun o'rganganimiz qanday amr deganda fe'l hodir, ya'ni hozir odam qilgan, ya'ni oldimizdagi odam qilgan amr. Endi bunu bir fe'l bilan sifati bilan bunu turiladi. Qanchaga turiladi deganda buni ayt oson. Fe'l hodir 6 gilam turiladi. Ya'ni erlik 3, ayollik 3. Masalan, amr hodir, hozir adam qilingan amrimiz. Endi amr g'oib necha bo'lsa, buni keyin o'rganamiz. Qaranglar, uktub yaz, sen bir Bu 3'e erlik. Ya'ni uktub erlik birlik. Uktuba yazanızlar ikkinlar, erlik ikkilik. Uktubu yazanızlar erlik köplük. Yani köp adamga yazanlar demek. Uktubu deymiz. Endi ayollik birlik uchun desa, ya'ni bir ayolga yazan demek olsak nima deymiz? Uktubi. Qarang, uktubi. Ikki ayolga yazan demek olsak-chi uktuba.
Ko'p ayollarga yezing demoqchi bo'lsaqchi, uktubni yezingizlar. İzhab biring degan gap. Buyruq, biring yoki bag'in. Bu erlik birlik. İzhaba bu yerda bir elif tushib qolibdi, İzhaba. İzhaba biringizlar ikkinglar erlik. İzhabu biringizlar erlar. Ko'plik. İzhabi biringsiz bir ayol, izhaba biringizlar ikkinglar, izhabna biringizlar ayollar. Demak, hammasini o'lchami o'xshashmi ekan? Uktub, izhab, uktuba, izhaba, uktubu, izhabu, uktubi, izhabi, uktuba, izhaba, uktubna, izhabna. İftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. İclis, iclisa, iclisu, iclisi, iclisa, iclisna. Hamma fe'llarni shunga o'xshash to'laymiz. Qolganlar boshqa sizlar qolib qoldi. O'zinglar biladigan bir fe'lni buningga turlab chiqsizlar. Fe'l amr qilib. Masalan, bizga o'lcham qilib berilgan fa'ala yaf'alu nima chiqadi? If'al chiqadi. Ya'ni if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Mana shunga o'xshash. Xo'sh, mana bugungi darsimizningki asosliq jeni mushu. Bu bir yangi mazmun bo'lg'ach, bu nihoyat bir muhim. Sizlar agarda sizlar buni singdirib bilmasanglar, bugungi darsni boshlashdan ilgari so'zlangan fe'l amr qoidasini bir kunlik dars qilib o'qib, buni tushunib bo'lgandan keyin 14-darsni anglasanglar bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsur rabi' ashar. 14-dars. Biz old bilan yangi so'zliklarni o'qitaylik. Yangi el-kelimatul jadida, yangi so'zlar. Aqrabun, chayon, chayon. Aqaribu, chayonlar. Hizaun, oyoq, oyoq, putuq kiydigan oyoq. Ahziya, oyoqlar. Jannatun, jannat va bog'cha degan ma'no. Jannat, jannatlar, bog'chalar. Na'sanu, muguvasqan odamni na'san deymiz. Muguvasish degan na'san. Ana na'san desam, men mugudab qoldim degan gap. Na'sa ayollik, mugu degan ayol. Bu bir sifat, sifat mushabbiha deymiz. Kubun, stakan, akwab, stakanlar. Savtun, ovoz, asvat, ovozlar. Yadun, qo'l. Hamda qo'l ko'plikcha aydin yoki aydi ikki xil chiqadi. Aydi yoki aydin desak bo'ladi. Ya'ni aliflanmoq kelgan vaqtda buni ya bilan keladi. Al-aydi yoki aydin. Bu aliflamasiz kelgan holda. Zawjun er va jubti. Yani jubti degan ma'nosi. Masalan, zawj deb erga ma'noda shundaqla zawj deb bu ayolga qartiladi. Yani shunga bu yerda lil muzakkar va muannas. Erlik va ayollik. Ammo ayol demoqchi bo'lsa zawja deb keladi. Ammo zawj er va jubti degan gap. Uyg'ur tilimizda biz jubti degan gapni ayolga erga ishlatamiz, shunga o'xshash. Mizya, mana mizya deganimiz radioninki arab tilidagi asli sab atilishi. Mizya degan radio. Ammo radio deb atilishi bu ingliz tilidan kirib atalgan atalg'usi. Mizya radio. Javun havo degan gap. Ya'ni havo. Havo qandaq bugun degandiki al-jav. G'aribun yat musafir degan ma'nosi. Yat va musafir. G'uraba yatlar, musafirlar, shundaqla ya'ni g'arib degan ma'nosi. Uyg'ur tilimizdagi g'arib. Musan, musan bu ustura, ya'ni boshlanib tushiradigan ustura. Muzlimun qarang'u. Kanasa yaknusu pil. Kanasa süpürdi, yaknusu süpürüdü. Nazara yanzuru. Qaridi, qaraydi. Sakata yaskutu. Sukut qildi, sukut qiladi. Jama'a yajma'u. To'pladi, to'playdi. Hammasi pil. Tabaha yatbuhu. Pushadi, pushurudi. Ya'ni tamoq pushadi, tamoq pushurudi. Tamoq atdi, tamoq etdi degan gap. Qata'a yaqta'u.
Kesti, kesidu. Halaka yahliku. Çüşedi, çürüdü. Yani başını çüşedi deyen gep, başını çüşedi. Sakalını çüşedi. Abada ya'budu. İbadet kıldı, ibadet kılıdı. Alime ya'lemu. Bildi, bilidu. Mena'a yemna'u. Çekledi, çekleydu. Gâze ya'udu. Panah tiledi, panah tileydu. Bugünkü dersimizdeki yeni sözcükler bir kadar köp ve mühim olan yeni sözcükler eken. Onda bolsa biz tekstine başlayalım. Ad-dersul rabi'a aşar 14. ders. Okuğucu bilen okutukçu oturusundaki diyalog. El-muderrisu okutukçu. Men bil bab. Bu cümlenin asli manisi. Men kim? Beninki bu kadar sizlerge men bilen degan ma'nisini deb berdim. Bilen degan ma'nisini. Shundaqla mesela bilbeyt bilmesi deb kelsa diki mesela bil jami'ada universitetda degan gap. Data degan ma'nisini chu bor. Chunki buningki ilsaq deymiz arab tilida. Bir yerga chaplashib turadigan ma'nini ifodalab turadi. Men bil bab degan ikki kim, yani ishning tuvidagi kim. Odatda arablar ishni ishlamchaksin dedim. Men bil bab desa ishning tuvidagi kim degan gap. Yani bir ishki bilan kim demaymiz ha. Ishning tuvidagi kim. Ana talibun jadidun. Men yangi o'quvchi. Udkhul masmuk. Kiring, ismingiz nima? İsmi Humayun. İsmim Humayun. Humayun. Keyfe tektubu hadal isim? Humayun. Bu isimni qandaq yazasiz? Uktubhu ala hadihil varqa. Qarama. Uktubhu. Yazing uni bu qog'ozga. Ya ustad. Ha huna aqrab. O'quvchilar dedi ama gapni. Ustaz. Ha huna degan gap bu yerda degan gap. Bu yerdagi ha tanbihniki. Odatda arablar bir jiddiy, hayron qoldigan, bunda bir ogohlantirish tegishli bo'lgan bir shunda ha'ni qo'shib deydi. Ha bu yerda ogohlantirishdan keyin huna bu yerda degan gap. Bu yerda chayon. Aqrabun fil fasl. Sinfda chayonmi? Ayna hiya? U qayerda? Unzur huna ya ustaz. Ustaz, bu yerga qarang. Hiya tahta maktabi Hisham. O Hishamning ustili ostida. Uqtuluha ya ikhwan. Qaranglar. Qatala yaqtulu. Yaqtulu. Fa'ala yaf'alu. Aynan barabar gapni bo'lgan tashviq qilgan. Unda bo'lsa uqtul deb chiqqan. Uqtul, uqtula, uqtulu o'ltiringlar. Qaranglar. Uqtuluha ya ikhwan. Ey qarindoshlar, uni o'ltiringlar. Bima naqtuluha, uni nima bilan o'ltiramiz? Uqtulha bihizaika ya Hisham. Hisham, o'ltagin uni oyig'ing bilan. Amatat öldü mü? Naam, matat. Şundaq öldü. İclisu ya abnai. Ballarim, o'ltiringlar. Iqra'id derse ya Ali. Ali, dersni o'qing. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu degan gap. Biz qaza ya'udhu. Ya'udun, ya'udhu, ya'udani, ya'uduna. Ta'udhu, ta'udani, ya'udna. Ta'udhu, ta'udhani, ta'udhuna, ta'udhina, ta'udhani, ta'udhna, a'udhu, na'udhu. Qaranglar, a'udhu. Yani mütekellim birlik. Panah tileyman Allah bilen mineşşeytanirracim. Şeytandin. Rejim degan çoğu qo'g'landu degan gap. Qo'g'landa qilinganni rejim deymiz. Yani qo'g'landu şeytandan Allah bilen panah tileyman. Bismillahirrahmanirrahim. Nayt şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman degan gap. İqra bismi rabbikellezî halaq. Halaqal insâne min alaq. İqra. Qara'a yaqra'udan chiqqan iqra fiil emri. O'qing, yani o'qig'in. Bismi rabbikellezî halaq. İsmi bilen Rabbik, Rabbingning ellezî halaq, yaratqan. Yani yaratqan Rabbingning ismi bilen o'qig'in. Halaqal insana min alaq. Halaqa yarattı el insana insanni min alaq. Min dintin alaq lahtqan. Yarattı insanni lahtqandin. Ya ustazu hafiztu hadihi sura ayya suratin ahfazu ba'daha.
Ustoz, bu surni yodladim. Qaysi surni yodlayman uningdan keyin, ya'ni uningdan keyin qaysi surni yodlayman? İhfaz yodlang, hafiza yahfazdan chiqqan fe'l amri. İhfaz suratat-tin, suratinni yodlang. Xuz daftaraka hada vaktub fihi suratal alaq deydi. Xuz axaza ya'khudun, ya'ni xuz fe'l amri. Tutung daftaringizni buni vaktub va yezing uningga. Qarang, bu daftaringizni tutung va uningga yezing sur alaqni. Ey Abu Bakr, innaka na'san. Ey Abu Bakr, sen mügüdeglik. Seni mügü bösüptü. Na'san degan mügü degan odamni ko'rsatdi. Sen mügüdeglik. İzhab ilal hammam waghsil wajhak. İzhab bag'en so'q munchiga waghsil ig'sil. Yug'in yuzingni yug'in. İftahin nawafida ya Abdullah. Ey Abdullah, derazalarni eching. İftah eching. Fa innal ghurfata muzlimatun wal jawu harrun. Chunki yataq qorong'u va havo qanday issiq. Xo'sh, endi bu yerda sizlarga bir eskartib qo'yadigan bir masala. O qaysi deganda fe'l amrining hamzasi. Esimizda bo'lsin, biz ilgirki darsimizda hamzatul vasl deb bir narsani o'rgangan. Ya'ni ulab o'qishga tegishli bo'lgan bir hamza deb. Yani masalan ibnunning oldidagi, ismunning oldidagi, masalan ma oldida kelib qolsa masmuk. Ibnunning oldida masalan Muhammad ibn deb masalan ilgirki ism qanday qilib qo'yilgan, qo'shib qo'yilgan hamza. Bu hamzani biz nima deb ataydik? Hamzatul vasl. Dal fe'l amrininki beshidagi hamza qanday hamza? Hamzatul vasl. Ya'ni ilgirda bir harf yoki bir qo'shadigan so'z kelib qolsa, qo'shib qo'yamiz. Masalan, ig'sil. Vo keldi va ig'sil demaymiz, deymiz vag'sil deymiz. Hamzatul vasliga nima yozilmaydi? Kichik hamza yozilmaydi. Shundan qarab bu hamzatul vasl ekan yoki emas ekan deb ayirib olsak bo'ladi. Masalan, ajibtiki ma'u alifning ustida kichik hamza bor. Buni ostida yo'q. Nima deganda hamzatul vaslida hamza bo'lmaydi. Demak, bu qo'shib o'qiymiz bu hamzani. Qo'shib o'qishga to'g'ri kelib qolsa yo harf bo'lib qolsa degandek. Tamarin, ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Tuandagi savollarga javob bering. Masmut talibul jadid. Yangi o'quvchining ismi nima? Ayna kanatil aqrab? Chan qayerda edi? Bu hammasi tekstga aloqador javob berilgan masala. Sizlar daftarga yozib, buni arabcha javob bersizlar. Ikkinchisi sahih ma yali. Tuandagilarni to'g'rilang deydi. Bu tekstga asosan mazmuni xato, tekstga asosan. Buni to'g'rilab yozsizlar. Qanda qalal mudarris li Ali uqtul aqrab. O'qituvchi Aliga chayonni o'ltiring dedi deydi. To'g'rimi xato? Xato. Chunki o'qituvchi kimga dedi chayonni o'ltiring deb? Hishamga. Shuningga o'xshash xatoliklarni tepib tuzaysizlar. Uchinchisi iqro mayali. Tuandagilarni o'qing deydi. Biz buni darsning 5ida so'zlab bo'lgan. Ya'ni fe'ldan amr yasab chiqish, amr fe'li, buyruq fe'lini yasab chiqish. Bu yerda qisqacha bizga ko'rsatib qo'ygan, buni qisqacha deb o'tib ketaylik. Anta taktub, siz yozasiz. Endi amrni qaysidan olamiz degan chaqda fe'l mudori'dan olamiz. Fe'l mudori'ni ichidan shu muxotab shaklidan olamiz, Men bayatni misolga tushuntirgan vaqtimda buningga pek diqqat qilib kelmagan. Endi bu yerda sizlarga eskartib qo'ydigini, bu yerda cho'qim taktubni olamiz. Asli kelib chiqishni bilib olsanglar bo'ldi. Meli taktubni olaylik, meli yaktubni olaylik, baribir bu tashlanib turadigan harf. Fe'l amr bilan munosabatsiz, lekin bu muxotab bo'lganligi uchun, fe'l amrni muxotabga xitob qilganligi uchun qanotni olamiz degan savolga kelib qolsa, muxotab fe'lni olamiz. Taktubni olamiz. Birinchi qadamda oxirni qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Taktubu shunday sukun qilamiz. Ondan keyin birinchi ikkinchi qadamni bilib o'tibdi, mana qaranglar. Oxirini sukun qilib, muzorat harfini qanday qilibdi? Tashlabdi. Bundan o'quvli bo'lmadi, chunki sukun bo'lg'achqa. Hamza kelimiz, qanday hamza kelimiz? Pash hamza. Anta tadkhulu. Tadkhuludan amr olamiz, oldidan oxirini sakin qilamiz, tadkhul bo'ladi. Undan keyin muzorat harfini qanday qilamiz? Ib tashlab o'tamiz, nima bo'ldi? O'quvli bo'lmadi. Hamza kelimiz pash o'qilganmi yoki zir o'qilgan hamza kelamdi? Ya'ni aynning barobaridagi, tadkhuludagi aynning barobaridagi harf qaysi? Ha. Bu pash o'qilgan. Unda bo'lgan ekan buningga pash o'qilgan alifni kelimiz nima bo'ldi? Udkhul bo'ldi.
Xo'sh. Birinchisi ukhruj minal fasli ya Bashir. Ey Bashir, sinfdan chiq. Kharaja yakhruju. Yakhruju. Ra, ya'ni aynan barabarlikka pashog'liga chiqqan ukhruj deb uf'ul shaklda chiqdi. Uktub darsaka ya Ali. Ey Ali, darsingizni yezing. Usjud lillahi. Allohga sajda qil. Unzur ila zalikal jabal. Aw taq qara. Uqtul hadhihi al-hayyata ya ammi. Ey tag'a bu yilani o'ltiring. Udkhul ya Hamid. Hamidni ey Hamid kirgin. Ushkur robbak. Robbingizga shukr qiling. Uskut ya valad. Ey bala jimtu deganga o'xshash. Demak, hammasi alifi pasha qilgan amirlar. Nima uchun buning mudori'siningki aynning barobarlik harf. Aynan barabarlik harf degan qaysi? Yaf'alu degan o'lchamda aynga to'g'ri kelgan. Ya'ni biz besh tushuntirgan buni. Masalan, yaf'alu desak, aynan barabarlik harf deganimiz shu yaf'alu, yaqtulu, yadkhulu degandiki aynga to'g'ri keladigan harf. Osh harf pashi qilgan bo'lsa, pashi qilgan alif ma'noga o'xshash. Bu aynan barabarlik harf o'sha ha zar qilgan bo'lsa, buningga o'xshash zar qilgan harfni kelamiz. Xo'sh. Uknus hadhihi al-ghurfa, bu yataqni qana qiling? Supiring. Anqal jalasa yajlisu. Endi tajlisudan fe'l amr olamiz. Buningda aynan barabarlik harf qaysi? Tajlisu. Taf'alu. Shunday taf'ilu. Ayluning barabarligi ay lam. Zir o'qilibdi. Unda bo'lsa, buning qanday hamza kelamiz? Zir o'qilgan. Ya'ni tajlisda oxirini sakin qilamiz. Tajlis bo'ldi. Mudorat harfini ib tashlab o'tamiz. O'qilolmadi. Alif akalimiz zir o'qilgan nima uchun? Aynan barabarlik harf zir bo'lganlik uchun. Taghsilu. Bu shuning o'xshash. Ya'ni oxirini sukun qilamiz. Undan keyin mudorat harfini ib tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? O'qilolmadi. Alif akalimiz sin nima qilganlik uchun? Zir o'qilganlik uchun. Ya'ni aynan barabarlik harf zir o'qilganlik uchun nima bo'ldi? Ig'sil zir o'qilgan alifni keldik deymiz. Xo'sh. Endi buning misollari. İclis huna ya Bilal. Ey Bilal, bu yerda o'ltiring. Ig'sil wajhaka bis sabun. Yuzingni sopun bilan yuvg'in. Mana shu ikisini o'zingizlar tarjima qilib boqinglar. Qalallohu ta'ala li Musa alayhissalam. Dedi Alloh taolo Musa alayhissalamga idrib. O'g'in bi'asak. Ba bilan asa, hasa, ka sening, ya'ni hasang bilan hajar toshni. Hasang bilan toshni o'g'in degan Alloh taoloninki Musa alayhissalam qilgan so'zi. Shadiki idrib qilgan, zir qilgan alif akaldi. O'sha idrib qilgan nima uchun? Daraba yadribu. Ya'ni aynan barabarlik kelib zir qilganlik uchun. Tadhabu. Biz buni bayatdan darsdan boshida tushuntirib bo'lgan. Tabtahu shuningga o'xshash. Ya'ni oxirini sakin qilib mudorat harfini ib tashlayotdik. Undan keyin buni o'qilib bo'lmag'achqa alifdan birni keldik. Zir o'qilgan alif akaldik. Nima uchun? Ta. Ya'ni aynan barabarlik harf bo'lgan bu ta zir o'qilg'achqa zirning barabarlik harfi keldik. Demak, aynan barabarlik harfi zir o'qilgan bo'lsa, taga o'xshash. Yoki zir o'qilgan bo'lsa, zir o'qilgan alifni kelamiz. Aynan barabarlik harfi pash o'qilgan bo'lsa, pash o'qilgan alifni kelamiz. Bu bir qoida. İftah kitabaka ya İbrahim. İbrahim kitabınızı açın. İhfaz dersak. Dersingizni yodlang deganga o'xshash. Buning misollari o'zingizlar tarjima qilinglar. Bu sizlarga topshiriq. قال الله تعالى لموسى عليه السلام. الله تعالى موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون. اذهب برن نجا فرعون نقشها فرعونغا. اذهب أنت وأخوك برن yani bağın sen ve senin qarindishing. Qaranglar, endi ta'kuludni qanday olamiz deganda biz buni so'zlab bo'lgan. Ta'kuludin faqat ta bilan old bilan qilganimiz qanday oxirgi harfni sukun qilamiz. Undan keyin mudorat harfi bilan alifni birga qo'shib tashlab o'tamiz. Nima bo'ldi? Kul bo'ldi. Ta'xuzudmi shunga o'xshash. Oldini oxirini sukunga o'zgartamiz. Ta'xuz bo'ldi. Undan keyin alif bilan mudorat harfini qo'shib tashlab o'tamiz. Xuz bo'ldi. Ya'ni yang tutung eling degan gap, xuz degan gap, eling degan gap. Endi bu qoidani tushungan bo'lsanglar, 4-mashqda deydi, tuvandagi fe'llardan amrini so'q degan gap, quyung degan gap, ya, quyung. Ya'ni bunda bir qurilmani qurib chiqing deydi. Qaranglar, qatala yaqtulu. Yaqtulu. Fe'l mudori nima chiqadi? Fe'l mudorini masalan taqtuludan olamiz shundaqo, oldini oxirini sakin qilamiz.
taqtul bo'ldi. Andan keyin mudori tarafini elib tashlatdik. Qaf sukun. Buning bilan o'qig'ili bo'lmadi. Unda bo'lsa elib akalamiz. Zir o'qilgan elibmi, pash o'qilgan elibmi? Pash o'qilgan elib. Nima uchun? Yaf'alu degandagi aynan barobarligi. Ma ta harfi nima qilganlik uchun? Pash o'qilganlik uchun o'qtul bo'ldi. Sami'a yasma'u. Yasma'u, tasma'udan amr olamiz shundaqo. Hamda mudori tarafini elib tashlatdik, oxirini sakin qildik. Yasma'udagi sin sukun bu yerda. Bunun o'qig'ili bo'lmadi, alif akalamiz. Qanday alif akalamiz? Zir alif akalamiz. Chunki ma'u mim harf zivar, ya'ni aynan barobarlik harf bo'lgan mim zivar bo'lg'achqa zir alif akalamiz. Isma' angla degan gap bo'ldi. Endi bu tushunishlik bo'ldi deb o'ylayman. Qolganini o'zinglar ham mushbilarning hammasidan shu qoidaga asosan, ya'ni aynan barobarlik harfi. Aynan barobarlik harf degan gap fa'ala yaf'aludagi aynan barobarlik harfi. Yoki bo'lmaydi sizlar buni mazisininki o'ttirlik harf deb tushungacha tushsanglarmi bo'ladi. Ya'ni o'ttirlik harf qaysi yerda? Mim. Ya'ni qataladagi o'ttirlik harf qaysi? Ta. Ya'ni shu modi holatidagi o'ttirdagi harf pesh bo'lib qolsa, mudori holatida yaqtulu deganga o'xshash, pesh o'qilgan elib akalamiz. O'qtul deganga o'xshash. O'ttirdagi harf agar mudori holatida zivar bo'lib qolsa, zir o'qilgan elibni akalamiz isma' deganga o'xshash. Bu hammasini sizlar mishaga to'liq yozib chiqsizlar. Mushuni to'liq yozib chiqalsangiz, sizlar fi'l amrini tushunibdimi deb o'ylasanglar bo'ladi. Xo'sh, bayatda masalaga deb aytib ketgan qoida. Qaranglar, hamzatul amr. Amrning hamzasi uqtul isma' degandiki, hamzatul wasl deydi. Hamza wasli bu deydi. Ya'ni ulab qo'yilgan hamza. Fala taktub fawqaha aw tahtaha alamatul hamza deydi. Shuning uchun fa an shuning uchun degan ma'no. La tuktub yozilmaydi uning ustiga yoki ostiga hamza alomati yozilmaydi. Ya'ni ma hamza alomati yozilmaydi. Beshinchisi ta'ammal mayali tuandakilarni mulohaza qiling. Amdi diqqat. Zahaba fi'l madi. Yadhhabu fi'l mudari'. İzhab fi'l amr. Bu 3 fi'l bu yerda jamlashdi. Diqqat. Zahaba fi'l madi. Zahabaning oxirgi harfi ba harfi nima o'qildi? Zivar o'qildi. Yadhhabu degan bu fi'l mudari'ning oxirgi harfi nima o'qildi? Pash o'qildi. Yadhhabu. Fi'l mudari' pash o'qilishi kerak. Bu bir qoida. Endi fi'l amr. Fi'l amr nima o'qiladi deganda sukun o'qiladi. Fi'l amr nima o'qiladi? Sukun. Ya'ni izhab deganga o'xshash. Qanday? Izhab. Endi fi'l amr nima fi'l mudari' nima o'qiladi? Pash o'qiladi qoida. Fi'l amr nima o'qiladi? Sukun o'qiladi. Xo'sh, endi oxirgi harf sukun o'qilsa, u fi'l amrdan keyin bir alif lamlik ism kelsa, buni qo'shashga to'g'ri kelib qoladi. Qo'shab o'qishga to'g'ri kelgan vaqtda fi'l amrning oxirgi sukunni qaysi xil harakatga o'zgartirib qo'shamiz desak, zir harakatga o'zgartirib qo'shamiz. Masalan, uktub shundaqo, darsni yozing deb uktub ad-darsada bu yerda alif lamlik bir so'z keldi. Endi alif lamlik so'z qo'shashni talab qiladi endi. Qo'shab o'qisa qanday o'qiymiz? Uktub bid-darsa deb qo'shash o'qishga to'g'ri kelganda zir harakat berib o'qiymiz. Iqro oxiri sukun. Al-Qur'on deb alif lamlik bir so'z kelsa, buningga qo'shab o'qiymiz zir harakat berib. Iqra'il Qur'on. Ishrab al-qahva. Ishrabil qahva. Il'ab al-an. Il'abil an. Hozir o'ynang deganga o'xshash. Ya'ni endi yuqorida biz deb ketgan qoida amrning hamzasi ilgirki so'zga qo'shab qo'yilgan hamzatul wasli. Qaranglar. Uktub hamzatul wasli ma alif. Shunga ya Hamid uktub desak ma bo'ladi yoki ya Hamidub ya Hamiduk tub deb qo'shib o'qisakmi cho bo'ladi. Ijlis ijlis udkhul vajlis qani vajlis qo'shib o'qisakmi cho bo'ladi. Ifham shuning qala li abi ifham buni abi ifham deb qo'shib o'qisakmi bo'ladi yoki abi ifham desakmi cho bo'ladi. Ammo hamzatul vasni qo'shib o'qisakmi cho bo'ladi. Abi ifham deb ulab o'qisakmi cho, ya'ni alifni talaffuz qilmay abi ifham deb hamiduk tub deganga o'xshash. Oltinchisi iqro ma yali mura'iyan qawaid nutq hamzatul wasli va qawaid nutq huruf sakina inda ma yali. Endi yuqori qoida tushungan bo'lsanglar, tuandikilarni hamzatul waslini o'qish qoidasiga rioya qilgan holda va
alif lamga yandishib kelgan vaqtida sakinlik harfni o'qish qoidasiga rioya qilgan holda o'qing deydi. Qaranglar. Hamzatul vaslni o'qish qoidasi qanday desanglar, kul, vo, ishrab demdoq, yo'q. Kul va ishrab. Alif, madaki alifni qanday qilmaymiz, talaffuz qilmaymiz. Chunki bu hamzatul vasli. Ulab qo'ydigan hamza. Iqra'id darsa, iqra'id deb zibar harakat beramiz bu yerda. As iqra shunaqa alif lam so'z kelib qolgach, iqra'id darsa vafhamhu. Iqra vaktub, o'qib yozing. Asli iqra va uktub asli. Vo kelib qolganlik uchun iqra vaktub deymiz. Xo'sh, buni tushungan bo'lsanglar, qolganini o'zinglar tarjima qilib o'qinglar. Bu sizlarga topshiriq. Endi sulusi soatni deydi. Biz sulusni nima o'rgangan? 3 ning 1 degan. Soat javob 1 soat. 1 soatning 3 dan 1 degan qancha bo'ldi? 20 minut. Qala Allohu taala li Yahya alayhisalom, Alloh taala Yahya alayhisalomga ya Yahya, ey Yahya, xud, shunda xud. Endi keyinda kitob deb alif lamdan bir so'z keldi. Buningga zir harakat berib qo'shamiz. Xuzil kitaba biquva. Ey Yahya, kitobni kuching bilan tut. Va qala taala li Adam alayhisalom, Alloh taala Adam alayhisalomga va qulna dedik biz, ya Adam, ey Adam, uskun, yani sakana yaskundan chiqqan fe'l amr. Uskun, urlashqin sen. Anta sen va zawjuk va sening ayoling qanday qilgan urlashqin. Xo'sh. 7-si iqro mayli tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni bu yerda sizlarga nima o'rgatmoqchi deganda, fe'l amrninki 6 xil shaklga turinadiganligini biz darsning boshida so'zlagan, mushu xil turini sizlarga tushuntirmoqchi. Sizlar buni tushunib bo'ldingmi? Qaranglar. Ya Hamid izhab, ya Hamid izhab. Ya ikhwan izhabu. Ya Aminatu izhabi. Ya akhawatu izhabna. Qaranglar. Ey Hamid izhab bag'in. İzhab erlik birlik. Ya ikhwan izhabu. Ey qarindoshlar beringlar. Izhabu erlik ko'plik. Ya Amina izhabi. Ey Amina biringsiz. Izhabi ayollik birlik. Ya akhawatu izhabna. Ey qiz qarindoshlar biringlar. İzhabna ayollik ko'plik. Xo'sh, sizlar buni darsning boshida biz so'zlab bo'lgan, sizlar tushundinglar buni. Endi ya ayyuhat tullab, ey o'quvchilar, ya o'quvchilar ayyuhat tullabmi? Bu o'quvchi chaqirishqa bilan qo'shilib keladigan bir harf bu. Ya ayyuhat tullab bo'lsa, ey o'quvchilar degan bo'ldi. Ya ayyuha, ey o'quvchilar, udkhulul fasla vajlisu vaktubud dars. Ey o'quvchilar, udkhulu kiringlar sinfqa, vajlisu va o'ltiringlar, vaktubud dars va darsni qanday qilinglar, yozinglar. Ukhruji ya bint wal'abi ma'a ukhtik. Ukhruji qilinglar, kimga maqtab qilingani, buyruq qilingani ayol kishiga birlik. Ukhruji, ya'ni izhabi degan o'xshash. Chiqing ya bint, ey qiz, wal'abi va o'ynang ma'a ukhtik. Qiz qarindishingiz bilan billa. Kulu washrabu, yanglar va ichinglar. Erlik ko'pliklar xitob qilingan. Ishrabnal qahvata ya akhawati. Ishrabna qilgan, izhabna deganga o'xshash. Bu qanday ekan? Ayollik ko'plik. Ey qiz qarindoshlarim, qahvani ichinglar. Ta'al bo'lsa, kalus. Ta'alay qanday ekan? Ayollik birlik. Ey Amina, waftahi qanday qiling? Eching. Xuddi izhabi deganga o'xshash ayollik. An-nawafida darajalarni qanday qiling? Eching. Xo'sh, endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, oxirini o'zingizlar tarjima qilinglar, bu sizlarga topshiriq. Qala Allohu taala fi suratul Baqara, Alloh taala sura Baqarada, ya ayyuhan nas, ey xaloyiqlar, ey kishilar, u'budu, ya ayyuhan nas u'budu deb qo'shib o'qisak ham bo'ldi, chunki hamzatul vasli. Ya ayyuhan nas u'budu robbakumul ladzi xalaqakum val ladzina min qablikum. Ibodat qil, u'budu, abada ya'budun chiqqan, u'budu, ibodat qilinglar. Rabbakum, sizlarning Rabbinglarga, allazi xalaqakum, sizlarni yaratgan, vallazina min qablikum, sizlarning ilgari kishilarni qanday qilgan, yaratgan. Va qala fi suratul Hajj, va dedi sura Hajda, ya ayyuhallazina amanu irka'u, shunda qo'shib qo'yamiz buni. Ya ayyuhallazina amanu irka'u, ey mu'minlar, irka'u, ya'ni amanu irka'u, ruku qilinglar, wasjudu va sajda qilinglar, wa'budu robbakum va Rabbinglar qanday qilinglar, ibodat qilinglar, va fa'alul xayr va qilinglar yaxshini qilinglar. Qilinglar, hammasi buyruq fe'li.
Bu secde ayeti deb qaraladi mı ayet? Sizlar mu shuni anglagan yoki ko'rganlar darsni ko'rayotganlar bo'lsa, mushu oyat so'zlanib bo'lgandan keyin sajda qilib o'tinglar. Inshaalloh men darsni tushgandan keyin sajda qilaman. 8-si da'fil faragh fi ma yali fi'ala amrin munasiban. Tuvandagi bo'sh o'ringa munosib fi'l amrini qo'ying deydi. Shunda bo'lsa, Al-Qur'ani ya Maryam deydi. Ey Maryam, Qur'onni qanday qilin demakchi, o'qing demakchi. Unda bo'lsa Maryam ayollik ekan, birlik ekan. Ayollik birlik bo'yicha xitob qilamiz. Nima deymiz? Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Iqra'i xuddi izhabi deganga o'xshash keladi. İkincisi ya avlad al-khubza wal qahva deydi. Ey balalar, nanni va qahvani deydi. Ey balalar, nanni yanglar va qahvani ichinglar desak bo'ladi. Yanglar deganda deymiz akala yakulu kula kulu. Ya avladu kulul khubza washrabu al-qahvata. Washrabul qahvata. Köpük şekli. Üçüncüsü minel fasli ya Musa. Ey Musa sınıftan çık dedik. Uhruc minel fasli ya Musa. Ey Musa sınıftan qanday qil? Çık. Dördüncüsü vujuhakunna ve aydiyakunna bis sabun. Yüzünglarni ve qo'linglarni supun bilan qanday qilinglar? Kunna aydiya kunna agar kun bo'lgan bo'lsa aylik bo'lgan bo'ladi. Kunnadan mush xitob tildan buni ayolliknikini bilib olsak bo'ladi. Unda bo'lsa igsilna wujuhakunna va aydiyakunna bis sabun. Yuzinglarni, qo'linglarni supun bilan yuvinglar. 5-si ra'saka bil Musa deydi. Usturi bilan beshingni qanday qil? Halaqa yahliqu degan so'z chiqdi. Halaqa yahliqu ihliq ra'saka bil Musa. Beshingni usturi bilan tushur degan gap. Tushur. Halaqa tushuri, yahliqu tushurdi, ihliq tushur degan gap. Xo'sh, buni tushungan bo'lsan, qolgan o'z anglashinglar bu sizlarga topshiriq. Ta'ammal ma yali. Tuandagilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni, endi fe'l jami qanchaga bo'linadi? Cho'ng jihatdan 3 ga bo'linadi. Shuni bilan biz fe'llarni hamma yig'incha qildik. Fi'l madi, fi'l mudari va fi'l amr. Zahaba fi'l madi, yadhhabu fi'l mudari, idhhab fi'l amr. Ya'ni zahaba badi, yadhhabu berwatudu yoki barudu, idhhab bag'in buyruq fe'l. Xo'sh, sog'dash unda bo'lsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.